Assalomu alaykum Broadcast obunachilari va nihoyat biz bozorga chiqib oldik. Anchadan buyon obunachilarimga aytib J mashinalarni ham xudo xolos ko'rsatamiz deb. Endi mana xudo xolasa noyabrni birinchi kuni video olinyapti. 2 kunda montaj tayyor bo'ladi. Xudo xolos qo'yamiz. Bundan buyog'iga xudo xolasa J avtomobillarini har xil varianti. Bizda bitta inomarka emas, bilasizlar. Bizga mashina sohasiga taalluqli ishlar ko'rsatiladi. Liboy, tuning, xullas bizda universal. Zerikmaysizlar degan umiddaman. Videoni oxirigacha ko'rsanglar, xudo xolasa Jem avtomobillarini hammasini ko'rsatamiz. Arendaga olib, kira qilib yurmoqchi bo'lgan aka-ukalarimiz uchun ham boshlang'ich to'lov bilan necha pulga olsa bo'ladi, oyma-oy necha puldan to'lasa bo'ladi. Videoni boshida bitta like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ysanglar, xudo xolasa hammamizga manfaatli bo'ladi. Bitta like sizlardan, xudo xolasa obzor bizadan. Ketdik. Xudo xolasa bozorga obeddan keyin soat 3larda chiqamiz. Balkim hammani bezor qilib yuborgan bo'lishi mumkin youtuberlar. Imkon qadar hammasini ko'rsatib o'tamiz. Asosan biz sizlarga hamma bob, ya'ni qo'llilari ham bor. odamlar ko'pincha haydaydigan, просто manfaatli video olishga harakat qilamiz. Nima haydamaydigan mashinalar yoki bo'lmasa kanalda bir to'ldirish emas, bizda doimiy haydaydigan mashinalardan xudo xolasa ham Toyota'dan boshlaymiz. Toyota Camry ancha yillardan buyon. Nechta sotildi aka bo'lmas? 903. Akamiz barakasini bersam, akamiz sotib yuboribdi. Mana bizda faqat shu manfaat deydigan videolarni qilganimiz ma'qul. Toyota Lexus varianti bor ekan mana. Ko'rganlar uchun. Hech pul ekan aka bu? 13 ming narx. 2007-yil video nomerlarni qo'yib qo'yamiz. Narx necha pul aka? 13. Necha pul qildi bozor? Bermaganingiz. Bo'lmadimi? Xudo xolasa Lexus jihozlari bo'lsa, ko'ringlar. Bular ham Toyota'ni eng tuningoviy qanaqalaridan. Nomerlarni chiqarib qo'y. Telefon qilinglar, kimgadir kerak bo'lsa, aloqaga chiqinglar. Xudo xolasa aka barakasini bersin. Manfaatli videolarni olib borishga harakat qilamiz. Ham yonlardan olib yuraver, polni aniq qilish shart emas, o'zim olish. Hop, bu tarafda yana bitta mana Toyota. Hop, modeli, propallari bor ekan. Hozir modelni ko'ramiz. Hop, Toyota Avalon. Toyota realni, ya'ni sizlarni qaratadigan mashina-da bu realni. Bormi aka? Assalomu. Hech pul ekan narxi aka bu? Ana olmasa. Ha, bo'ldi. Akamiz 13,5. Hop, narx 13,5 ming ekan. Nomerlarni qoldiryapmiz. Telefon qilib bemalol propallari bor ekan. Telefon qilib ma'lumotlarni olsanglar bo'ladi. Endi biz to'g'risi qarshi emasmiz. Kimdir videoga tushmayman desa yoki bo'lmasa bir anaqa qilsa, o'zi hammani o'zining fikri. Kimdir tushishga keladi, kimdir tushishga kelmaydi. Lekin bundan buyog'i o'sha ijtimoiy tarmoq rivojlangan paytda bilmadim men kimga qanaqa. Balkim biz tushib yurganligimiz uchun kimgadir shunaqa tuyulsa kerak. Bu yerda chempion bor ekan. Olmay aka. BYD chempion gibrid 150 litali. 38 ming yurgan. Kraskasi qanaqa aka? Kraskasi qanaqa? Toza. Hech pul so'rasiz? 28 dan man kelishadigan joyi. 28. 8.20 chempion. Bozor necha pul qoldi? 26 8 ga so'rashyapti. Bo'lmadi. Ko'ringlar mana video nomer yaqindan olib qo'ygan. Kelsa kimgadir kerak bo'lsa bemalol mayli bozoringiz bersa, kimgadir kerak bo'lsa aloqaga chiqinglar. Bizda to'g'risi nima deydi? Imkon qadar to'g'ri obunachilar tarafda bo'lishga harakat qilamiz, lekin bu yoqda bular ham tirikchilikka chiqqan odamlar-da. O'shaning uchun ba'zi bir okalarga o'xshab bularni ham asabini buzib, "Aka, men bunchaga berasizmi?" deb to'g'risi boshini qotirish noto'g'ri narsa deb o'ylayman. Hammaning o'zining hisob-kitobi bor. Hisob-kitobga qarab, mana bu yerda nimadir zo'r bozori bor. Bize yoqamasa qo'lingizni berib, qo'lingizni bering, o'ylarib bersa berdi, bermasa ben. Ha, bunaqa qilib turmaydi sizlar. Dalaka qilib turmaydi. Sizlar aka, 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 aka,
qilayotganingizni, qo'shayotganingizni qo'shing. Bo'lmadi desangiz bag' olaverar ekan mana. Nima qildik shef? Mana jak. Ko'paytirib uni nimalarni 10.5 ga savdosi bo'lyapti. Lekin Bozor zo'r, bozor. Onang bozor, otang bozor deydi. Menimcha shuni savdosi bo'lyapti. 2020-yil 119 ming, narxi 11.500, metan, benzin 10.5 ga menimcha baraka ketyapti. Bozorni bersin. Sal kamchiliklar bo'lsa, ming bor uzr so'raymiz, chunki bizni to'g'risi salon sohasini olib yurganligimiz uchun bizga sal anaqaroq tuyulyapti-yu. Lekin qo'ldan kelgancha harakat qilamiz sizlar uchun. Mana bu yerda avtomat korobka toza 2023 30 ming kilometr yurgan nomerlarni qo'yib qo'yganmiz. Juda ko'pchilik bozor menimcha chiqib ketdi. Hop. Kommentariyada yozinglar, qaysi mashinalar sizlar uchun qiziq. Endi biz salon sohasidan ham sekin tashqariga chiqmoqchi bo'lyapmiz. Ya'ni ko'p obunachilar aytyapti, uni ko'rsating, buni ko'rsating. Musofirda yurgan aka-ukalarimiz juda ham ko'p aloqaga chiqyapti, aka. Faqat avtosalon emas, avtosalonga sal mablag' yetmayapti. Bozorni ham ko'rsating deyotgan aka-ukalarimiz uchun xudo xolisi bozorni ham ko'rsatishga harakat qilamiz, akalar. Hop, Malibu 1. O'z paytini legendasi bo'lgan, endi davr o'tgandan keyin baribir hamma mashinani davri o'tadi. Hop, 2014 shumkasi bor, 104 ming yurgan, metan gazlari bor ekan, menimcha egasi yo'q. Telefon qilib so'ranglar, atrofini bitta ko'rsatib yuborganda. Bu eng puli. Puli ekanda. Atrof bitta aylantirib olsang, odamlar ko'radi, qanaqa sostenasi nima kerak bo'lsa telefon qiladi. Gaplashib olaveradi. Hop. Ukalar, to'g'risi sizlarga nima ma'qul bo'lishini bilmayapman. Birinchi olayotganligim uchun egasi borlarni olib, ancha trekker ko'pchilikga qiziq bo'lmayapti, chunki rassrochkaga ham salonlarni o'zi berayotgani hisobiga menimcha trekker ko'pchilikga qiziq emas deb o'ylayman. Nima ko'rsatsa bo'ladi sizlarga. Obunachilar, yozinglar. Keyingi hafta qaysi avtomobillar qiziq? Yozsanglar, xudo xolisa o'shalarni ko'rsatamiz. Chunki biz shuni ichidamiz. Biz har kuni ko'raveramiz. Asosan sizlarni ko'rishinglar uchun nima qiziq bo'lsa, o'sha kontentlarni qilishlik kerak bo'ladi-da. Chunki biz shuni ichidamiz. Musofirda yurgan aka-ukalarimiz baribir anaqa qilgani ma'qul. O'zlarini fikrlarini aytsa, nima mashina qiziqroq. Menimcha bu yoqda hammasi Malibu, Tracker, Captiva. Hop. Monza ham bir paytlar o'zini davrini zo'ri bo'ldi, shu bilan to'xtadi. Qancha yurgan? Assalomu alaykum. Yangi Malibu'dan narxini qo'ydik. Hop, bu yoqda Gentra so'ragan akalarimiz uchun mana xolis Gentrani ko'rsatamiz. Xolis Gentra. Gazlari yo'q. Bundan aka bu? Necha so'rasizlar aka? 12.300. Kraska qanaqa aka bunda? Bozor har xil, yana qaytarib aytaman. Ishlari yaxshi, sostenlari zo'r. Do'stlar,
Har doimdek qaytarib aytaman, anaqa bo'lmasin, noto'g'ri tushunish bo'lmasin, kommentariyada so'kish yo nimadirlar. Ishlarini ham bitta olsang. Chunki hammaning dunyoqarashi har xil. O'shani hisobiga kimnidir muomalasiga nimadir deyish kerak emas. Narx-navosini aytsa, biz ham qo'ldan kelgancha yoritib berishga harakat qilamiz. Mabodo kimdir anaqa qiladigan bo'lsa, ortiqcha gap so'zimiz yo'q. Chunki hammaning o'zini dunyoqarashi bor, o'zini yurishtirishi bor. Hop, bu yerda oq Lacetti bir 8 li variant. Aka 6 ga so'rashdi. Tepkilanmagan, ham o'zim qaraganman, men bilaman. Qancha so'rayapsiz aka? 6,5 bor. Qattiq nimasi bor? Kalinki faqat. Hech qattiq. 6,5 ming. Ishlarini ko'rsatyapti. Menga olib berishganda bularning nomlarini endi sotib berganlar. Yili necha edi aka buni? 2010. 2010 ekan yili, gazlari bor. Mashina tetik. Bunga qiziq bo'lsa 150 ming yurgan. Necha nomer qoldirib qo'yaylik aka? Biz YouTube'ga otdik. Nomer aytsangiz 97. 97 lik 409. 409 73 34. Bunga qiziq bo'lsa telefon qilinglar, mashina ancha tetik. Hop, akalar, keyin chiqarayotgan videolarimiz biza prosta sababini qilyapmiz. Sizlar ham egalari bilan yaxshilab gaplashib, pul berishdan oldin so'rab, surishtirib ko'ringlar. Chunki biza nima deydi? Hop, biza sizlarga olishinglarga prosta 70% harakatdamiz. Sizlar ham o'zinglar egasi bilan telefon qilib, bizani chiqarayotganimizga ishonib, yo nimadir qilib, pul tikmasdan ko'rib, mashinani kelib ko'rib, keyin zaklatini berib olib ketinglar. Chunki juda ko'pchilikdan eshitib qolamiz. Sizga ishonib, mana bunaqa qiluvdik, mashina ekan. Chunki biz qo'limizdan kelgancha chiqarib beramiz hamma narsani-da. Bizda hali to'g'risi bo'lmadi. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, ko'pchilikda shunaqa vaziyat bo'layotgan ekan. Misol uchun reklama qilib beryapti, egasini nomerlarini qoldirib, hamma narsasini ko'rsatib beryapti, lekin zaklat tashlab qo'yyapti-da. Chunki bu yerdagilar bizga hammasi begona. Prosta biz uzoqdagi ba'zi bir kelolmayotib turganlari uchun mabodo anaqani hisobiga bo'l, hozir olib o'tamiz. O'shani hisobiga telefon qilib, ko'rib, zaklatni tashlab qo'ymasdan, yo'q, to'g'risi o'zingizlarga bog'liq. Biz qo'ldan kelgancha prosta chiqarib beryapmiz xolos. Hop, akalar, bu yerda Epica bor ekan. Assalomu alaykum. Keling. Ham ko'rsatib polni. Hop, Epica 2011-yil 145 ming yurgan hozir bak. Hop. 2011 145 ming yurgan. Gazi bor-a? Kraskalari qanaqa buni? Hech qanaqa ishi yo'q bo'ladi. Ishi yo'q ekan. Bitta aylantirib ko'rsatib yuboring. Orqalarini ko'rsat. Orqalaridan ko'rsat. Bu oxiri necha pul qilyapsiz endi? Kelishilgan narxni sotaman. O'zi narxni bozor nima qildi? Bozor 8,5 qildi. Ozgina qo'shsa berib yuboraman. 8,5 ga ozgina qo'shsa berib yuborasiz. Ozgina qo'shsa bo'ladi. Nomer shu, mana. Hop, nomeringizni qoldirib qo'yaman. Kimga mabodo Epica qiziq bo'lsa, juda ham yumshoq mashina. O'zimiz ham haydaganmiz bu mashinadan. Hozir narx to'g'ri sal tashab qoldi. Paytida 35 ming, 40 ming sotilgan. Bunda qo'yib qo'yamiz, bozoringiz bersin. Avval. Ha. Hop, kimga yana qanaqa mashinalar qiziq? Asosan bu tarafda bozor ikkiga bo'lingan. Ya'ni bitta tarafida asosan boyagi Naves tegi deyiladi. Sergeli bozorga chiqib yurganlar biladi. Asosan Naves tegida yangi qimmat mashinalar bo'ladi. Lacetti'larni ko'rsatdik. Cobalt ko'rsataylikmi? Cobalt. Hop, Cobalt qaraganlar uchun Cobalt ko'rsatamiz. Lacetti'lar o'rtacha uni ko'rsatdik. 6 mingdan 8 minggacha Lacetti'lar. Gazlari bor. Cobalt 2019 mana. 2019 metan gazi bor, 180 ming yurgan. Oq rangda
Hop. Avtomat korobka, hamma joyi chotki. Yana bir qator videoda yaxshi ko'rinishi mumkin. O'shani hisobiga o'zingizlar ham bitta ko'rib, tekshirtirib, egasi bilan gaplashib, nomerlarni qoldirib qo'yamiz. O'zingizlar kelishib chiroyli anaqa qilinglar. Mashina holati zo'r. Kimdan aka, ma'lum? Hech bir so'rasiz. Mashinani o'zini. 8700 so'm. 8700 bozor qancha qildi aka? Bozor 8300 qildi. 8300 ga bermabdi. Ko'ringlar. Nomer qoldirib qo'yamiz. Xolasa. Ma'qul kelsa telefon qilib bosib olasizlar. Hop. Nima ko'rsatsak bo'ladi? Nexus 3 bor ekan, qiziqqanlar uchun mana Nexus 3 2020 123 ming yurgan. Hop. Avtomat. Holat sostenasi yaxshi. Gaz bormi do'stlar? Gazlari bor. Hech so'rasiz? 9200 bozor qancha qildi aka? Mana realni aytsangiz, obunachilar telefon qiladi. 8900 ga bitadi. 8900 ga bitar ekan. Nomerini shuna aniq qo'y. 98 lik 300 0410 98 lik 307 9906. Tayyor gazlari bilan ekan. Ahmad aka. Ko'ringlar, telefon qilinglar. Ma'qul kelsa bosib olasizlar. Faqat o'sha yana qaytarib aytganimdek, zakolat qilishdan oldin ko'rib olib, bizga ishonmasdan egasini o'zi bilan gaplashib, chunki biz ko'rsatayotgan odamlarimiz hech qanaqa bizani tanishlarimiz emas. Просто biz ko'rsatib beryapmiz, o'zingizlar vaziyatga qarab anaqa qilaverasizlar. Chunki hozir har xil odamlar chiqib ketdi-da, biz qaysi ma'noda yaxshilik qilishlikka harakat qilyapmiz, lekin ko'ngilsiz holatlar ham bo'lib qolayotgan ekan. Bu bizda endi to'g'risi YouTube kanalimizni Gem platformasi birinchisi. Nexus 3larni ko'rsatdik. Mana bunday ko'rsatamiz, stolnoy rangida. Toza 2019 98 ming yurgan ekan. Benzin. Kraska qanaqa aka bunda? Kraska toza. Kraska toza. 98 ming yurgan bir qo'l. Hech so'rasiz aka? 8 ming. Bitadigani? Bitadigan endi sizlardan. Ya biz aka YouTube kanaliga qo'yyapmiz, mabodo klientlar bo'lsa telefon qiladi. 7700. 7700 ga bitar ekan. Xullas kapitaldan Ko'ringlar, mana stano ranglaridan keladiganlar. Ular zo'r. Sostenasi zo'r. Telefon qilinglar, egasi nomerini yana bir bor aytaman. 99 lik 093 93 63. Telefon qilinglar. Xohlasa balkim yana muomala qilsanglar, hamma narsa pul-u. Pulni ko'rsatsanglar, balkim bundan ham arzonroq variant bo'lar. Bizani bosh xotirmen deb to'g'risi anaqa qilgimiz kelmaydi. Xohlasa balkim keyinchalik bo'lib qolar u ham. Hop, bu tarafda mana mabodo kimgadir arenda vikib kerak bo'lsa, mana Spark so'raganlar uchun metan gazlari bilan ekan, boshiga 1300 bersanglar 36 oy 300 dan. Hop, boshiga 1300 berasizlar, 24 oy 3800 dan. Arenda vikib Spark. Metallari bor ekan. Hop, mexanika. Hop, bu tarafda arenda vikib metan gazlari bilan boshiga 1200 berasizlar, 270 dan. Bular nima deydi? Bank bo'lmaydi bular, menimcha faqat egani o'zi bilan gaplashib, daverni oddiy daverni yozib beradi. Daverni haydaysizlar. Daverni tugaganidan keyin pulni to'lab bo'lganidan keyin o'tkazib beradi. Arenda vikib shunaqa. Endi mabodo bilganlar uchun eslatma, mabodo bilmaganlar uchun aytib o'taman. Bu taraf menimcha bank. Bank bizga to'g'risi qiziq emas. Hop, qaysi mashinalarni ko'rsatinglar? Juda ko'pchilik Cobalt so'rayotdi. Cobalt kerak bo'lsa, Cobalt 2023 4-pays avtomat 30 ming yurgan. Hop, bu ham bank ekan. Uzr, bor uzr. Taxt nech pul ekan aka buni? 11,5. Bitadigan joyi
11.400 ga telefon qilinglar mana. Bankini biz aralasha olmaymiz-ku, no. Naqd bo'lsa telefon qilinglar, xudo xolasa bo'ldi so'raganlar uchun. Bu yoqda narxni yozib qo'ysa yaxshi-da, mana egasini ham berib taqyapmisan. Cobalt 2023 gaz propallari bor. 281 ming, 28 ming 150 ekan. 11.500 ekan. Narx telefon qilinglar, xudo xolasa balkim naqd pul qilsanglar, balkim yana o'tadigan joyi bo'lsa kerak. Hop, Gentra. Aylantirib ko'rsatib atrof. Gentra gazi bor, 2023, 45 ming yurgan, kraskasi toza. 97 lik, 992 05 30. Magic putlari bor, tayyor gaz qo'yilgan oq rangda. So'ragan obunachilar uchun. Holati yaxshi, balkim. Bozor qancha qildi aka? Assalomu alaykum. Bozor qancha qildi? 3,5 bermadim. Hech puldan bityapti aka. Biz YouTube kanaliga qo'yamiz, mabodo obunachilar telefon qilib qolish ko'proq mabodo. Bo'ladigan siz boshingizni qotirmay, ma'qul kelsa teradi-da. 14 ming bo'lsa teringlar mana. Dalillarni qoldirib qo'ydim. Hop, yana nima ko'rsataylik? Obunachilar, sizlar har doimgidek yana faol bo'linglar. Nima qiziq? Mana. Inamarkadan tortib, Jem deysizlarmi? Xohlasanglar Jiguli qator, xohlasanglar farqi yo'q. Bizga anu tanlaydigan joyi yo'q, ya'ni liboy mashinani ko'rsatamiz. Hop, qani narodda nima bor ekan? Hop, Meksika qiziqqanlar uchun. Meksika 2014 2280 ming yurgan, 4600 so'radi. bu propan. Nomerini qoldirib qo'y, esicha mabodo telefon qilinglar. Hop, bu yoqda 2016 181 ming yurgan ekan. Spark gazlari bor, 2019 probeg 166. Kraska qanaqa yo'q aka? Bitta kapotida. Bitta kapotda bor ekan. Nechta so'raysiz oxiri? 6300 qilib beramiz. 6300 bilan ishlaylar bityapti. Spark so'raganlar uchun. Nomerini aytdimmi? 97 lik 402 22 41. Telefon qilinglar. Hop. Bozor oxirlab qoldi. Damas qatorini ko'raylik. Hop, Gentra ko'rsatdik. Cobalt ko'rsatdik, Nexus ko'rsatdik, Spark ko'rsatdik. Damas qoldi. Ko'pchilik Damas ham so'rayotganlar bo'lsa, havoda Damas qatorini ham bitta ko'rib, shu bilan videomizni yakunlaymiz. Birinchi Gem kanalimizga vaqtinchalik tugaydi. Hop, mana Damas 2023 99 ming yurgan, super tushunganlar uchun. Kraska toza, chunki 100% bo'lgan. Aylantirib ko'rsat. Olmayapti. Narxi nechi pul ekan aka bu? So'z. Aytavering, siz olmaydi aka. 6600 so'rab biza 23. 23 olti. Bozor qancha qildi aka? Bozor hamma har xil qildi aka. Bitadigan nechi pul telefon qiladi, mabodo obunachilarga? 6200 bo'lsa beramiz aka. 6200 a. 100 ming yurgan, hamma narsada bor. 13 balon, metan gaz, millionni qo'yinchi bor. Kraskalar toza. Xullas tayyor mashina ko'ringlar. Telefon qilsanglar, balkim yana naqd pulli joyi bo'lsa, o'tib beradigan joyi bo'ladi. Ko'rsatdim pon. Bozorni bersin aka. Hop. Labo so'raganlar uchun Labo. Akamiz bo'lsa, mabodo 2022 113 ming yurgan, gazlari bor ekan, bu ham tayyor mashina, tirikchilikka chiqaman deganlar uchun hamma bunaqalari qilib qo'yilgan ekan. Kerak bo'lsa telefon qilinglar. Tepasida bort yo'llari ham bor ekan mana. Metani yo'q. Bortsiz xohlaganlar uchun. Ha, metan bor ekan. Hech pul ekan aka bu. Assalomu alaykum, charchasiz. 7 ming.
Bozor qancha qildi aka bo'ladigan? Bu pishdi pashdi. Nech pul sir bo'lmasa aka biz YouTube kanaliga olamiz endi. Mabodo anaqa bo'lib qolsa. Ha. Nech pul sizlar olmoqchisizlar-da? 600 ga. Sizlar olmoqchisizlar-da? Zo'r aka barakasi. 6600 ga baraka bo'lish arafasida olganga xayrli bo'lsin, sotganga barakotli bo'lsin. Shunaqa qilib akalar hamma mashinalarni oldik degan umiddamiz. Mabodo kimga yana qanaqadir mashina kerak bo'lsa, biz uje aytdim, yana qaytarib videoni boshida aytganimdek, avtosalon sohasidan uje GM sohasiga ham o'tdik. Xudo xolasa boshida qanaqadir kamchiliklar bo'ladi. Men 100% hammasi cho'tka demayman. Ozgina qanaqadir kamchiliklar bo'lsa, men bor uzr. Qo'llab-quvvatlash uchun like bosib, kanalga shuni obuna bo'lib qo'ysanglar, xudo xolasa manfaatli bo'ladi. Kommentariyaga yozib ketinglar, qaysi mashinalarni obzor qilinglar. Biz birinchi chiqayotganligimiz uchun sal qandaydir balkim ko'rsatib bera olmagandirmiz. Asosiy homiylarimizdan biri bilasizlar Rockstar 01 va Voya mashinalari kerak bo'lsa ham Mamutga terasizlar. Bizda bilsanglar tuning sentri ham ochilgan. Polirovka, keramika, ximchiska tuning sohasiga liboy talonli ishlar bo'lsa, pastki nomerga hammasida bizda bitta nomer, aloqaga chiqinglar, xudo xolasa ishlarni sifatli qilib bildirib berishga harakat qilamiz. Video yoqqan bo'lsa albatta like bosib, qo'llab-quvvatlab tursanglar, biz ham qo'ldan kelgancha bomba videolarni qilib, sizlarga ma'lumotlarni egalaridan imkon qadar egalaridan olib sizlarga beramiz. Ma'qul ko'rsa telefon qilasizlar. Har doimgidek ehtiyotkorlik bilan zaklab tashlashlarda yoki bir harakat boshlayotganinglarda albatta ehtiyot bo'lib, bizni faqat ko'rsatib beruvchi o'zingizlar ehtiyot bo'lib, zaklatni tashlab mashinaga xudo xolasa quvonchli kuningizga sherik bo'lib qolsa, biz ham xursand bo'lamiz. Bizdan kuzatishga davom etinglar, o'zingizlarni ehtiyot qilasizlar. Salomat.